Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlar imkonsiz tanlashga duch kelmoqda. 27 yanvar Yahudi qirg'inchiligini xotirlash kunida Uyg'urlar dunyodan va'dasiz turishni talab qildi. Shvetsiyadagi bir masjid 7 oy ichida ikkinchi qatim hujumga uchradi. Tog'liq basketbol mahiri Kobe aeroplan qazosiga uchrab hayotidan ayrildi. Tövəndə iqtiqlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlarning pasport qaralining to'shib ketishi yoki to'shib ketishga oz qilish sababli qiyin ahvolda qolayotganligi ilgari surildi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, navbatda Saudiyadagi Xitoy elchixonasining Uyg'urlarga pasport uzartib berishni to'xtatganligi sababli ular pasportsiz qilish yoki Xitoyga qaytib lagerlarga qamlashlik imkonsiz bir talashga duch kelmoqda ekan. Fransiya agentligining muxbiri Saudiya Arabistonida turishliq pasport qarali o'tib ketgan yoki o'tib ketish oldidagi 6 Uyg'ur oilasi bilan uchrashgan. Xabarda ularning 3 milliondan ortiq Uyg'ur lagerlarda tutib turilayotgan Xitoyga qaytib ketishdan vahimaga tushganligi ta'kidlangan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Saudiyadagi diplomatik organlarining Uyg'urlarga pasport yangilab berishni to'xtatganiga 2 yildan oshgan bo'lib, faoliyatchilar bu usulni Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib ketish uchun qo'llanayotgan bir xil taktikasi deb qaramoqda. Xabarda Madinada o'qiyotgan 30 yoshlardagi bir Uyg'ur o'quvchining so'zi naql keltirilgan bo'lib, ular "Ya mening pasportimni yangilab berish kerak, yoki men fuqarolikdan voz kechishim kerak. Ular bizni hech qanday qimmati yo'q odamlardek his qildirmoqda" degan. Nurugiyat turishliq Uyg'ur faoliyatchi Abdulla Ayubning Fransiya agentligiga bildirishicha, Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga pasport yangilab berishni rad qilishi ularni imkonsiz ahvolga tushirib qo'yib, Xitoyga qaytarib ketishga majburlashdagi bir xil strategiyasi ekanligini, agar qaytib qolsa, ularni kutib turgani tutqun qilinish ekanligini ta'kidlagan. Saudiya Arabiston Xitoyning 2017-yili boshlagan Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqunida Beijingni qo'llab kelgan edi. Har yil 27 yanvar kuni natsistlarning Yahudilarga yurgizgan qirg'inchilikni va u qirg'inchilikda hayotidan ayrilgan millionlarcha kishini eslaydigan kun bo'lib, 1945-yili 27 yanvar kuni sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari natsistlarning kontrolligidagi Polshaga kirganda, natsistlarning eng cho'ng yig'ilish lageri bo'lgan Auschwitz lagerini va u lagerlarda o'limga mahkum bo'lgan 7000 dan ortiq Yahudi tutqunni bayqagan. Auschwitz lageri ozod qilingan shu kundan boshlab dunyo miqyosida Yahudi qirg'inchiligini xotirlash kuni sifatida xotirlanib kelinmoqda. Bu kun munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida turli faoliyatlar o'tkazilib, insoniyat tarixidagi bir qaridaga hisoblanadigan mazkur qo'rqinchli tarixning qayta takrorlanmasligi uchun chaqiriqlar e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda e'lon qilgan bayonotida Yahudi qirg'inchiligida ziyonkashlik uchirg'uvchilardan hol so'rash bilan birga bu tarixning takrorlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Twitter orqali e'lon qilgan bayonotida hozir Xitoyda 3 milliondan ortiq Uyg'ur qatorliq millatlarning lagerga qamalganligini ta'kidlab, biz tarixning takrorlanishiga yo'l qo'ymasligimiz, dunyoning har qanday yerida kishilik huquq uchun kurash qilishimiz kerak degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa Angliya hukumatining qo'llashidagi nopozliq organlardan Yahudi qirg'inchiligini xotirlash va ishonch fondi tashkiloti Londonda uyushtirgan cho'ng ko'lamli yig'inga taklif qilingan. Angliya bosh ministri Boris Johnson, Angliya shahzodasi William va xonimi Kate Middletonga o'xshash yuqori darajali ismlar o'rnagan bu yig'inning ochilish nutqlari orasida Uyg'urlarning vaziyati tilga olingan. Shvesiyaning Göteborg shahridagi Mölndal doktorxonasining masjidi 7 oy ichida 2 qatim irqchi hujumga uchirdi. Shvesiyadagi Farqli Xiranglar partiyasi boshlig'i Mikael Yüksel masjidga kirgan kimligi noma'lum kishi yoki kishilarning Qur'oni Karimni yirtib, tomlarga haqoratli so'zlarni yozib qo'yganligini aytdi. Mazkur masjidning buningdan 7 oy burun mushkil hujumga uchirganligini bildirgan Yüksel, oldingi hujumdagiga o'xshashlar Qur'oni Karim yirtib etilgan, islomga va payg'ambar alayhisalomga qarshi pastkash xatlar yozilib, musulmonlarni haqoratlash uchun qilinganligini, bu hujumlarning musulmon fuqarolarda andish paydo qilganligini, mazkur doktorxonaning o bo'limida bexatarlik kamerasi yo'qligini bildirib, munosabatli amaldorlarning kechiktirmasdan bexatarlik kamerasi o'rnatishi, alohida tadbir qo'llanishini ta'kidlagan. Soqchilar masjidni ko'zdan kechirgandan keyin voqea to'g'risida tekshirish olib berishni boshlagan. Amerikalik taniqli basketbolchi Kobe Bryant Kaliforniyada tik uchar aeroplan qazosida hayotidan ayrildi. 26 yanvar kuni Los Angeles bozori soqchi boshlig'i Amerika basketbol birlashmasining dunyoga mashhur 41 yoshli mahiri Kobe Bryantning Calabasas shahrida tik uchar aeroplan qazosiga uchrab, jonidan ayrilganligi to'g'risidagi xabarlarni jazmlashtirdi. Kobe Bryant va 13 yoshli qizi Gianna hayotidan ayrilgan tik uchar aeroplan qazosida jami 9 odamning o'lganligi bildirilgan bo'lsa-mu, boshqa 7 odamning kimligi va qazoning yuz berish sababi to'g'risida ma'lumot berilmadi. Federativ aviasiya tarmoqi bayonotchisi Allen Knitzer bayonot berib, Sikorsky C-76 tipli tik uchar aeroplanining tushib ketish sababining hozircha aniqlanmaganligini aytgan.
tik uchar aeroplan qazosida jenidan ayrilgan Kobe Bryant Amerika basketbol birlashmasining Los Angeles Lakers formasini kiygan 20 yildan buyon sonsizlagan g'alaba va rekordlarni yaratgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter adresi tarqatgan uchurda Bryantning Kaliforniyada bir tik uchar aeroplan qazosida jenidan ayrilganligiga ishorat qilib, qo'rqinchli bir xabar dedi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.